Bilmadim, tanımayman. Hozir Farg'ona shahridamiz. Farg'onada eng zo'r bloger kim? Odamlar bilan savol javob qilamiz. Ketsinmi bir minutga? Kechirasiz, 2 daqiqa vaqt olamiz. Farg'onada eng zo'r blogerlar kim? Farg'onada eng zo'r bloger. Bilmadim, tanımayman. Farg'onalikmisiz? Andijondan. Andijondamisiz? Mehmon ekansizlar albatta. Mehmonimiz bugun mehmon bo'lib keldik. Ikkita savolimiz bor. Agar 10 yil orqaga qaytganingizda qaysi xatoni qilmasdingiz? Xatoyim. Xatoyim bilmadim, lekin hammasi tekis ketyapti hozircha. Hozircha? Yo'q, shunaqa holatda tanladim. Hozirgi hayotingiz yaxshi. Oldin xato qilmagansiz. Yo'q, Juda ham yaxshi. Endi teskarisi, kelajakdagi 10 yillik rejalaringizni haqida aytib bering. Rejalarim shu chet elda shu biznesimni yo'lga qo'yib, o'zimiz O'zbekistonga ham olib kirib, shu biznesni shu yo'lga qo'yishda O'zbekistonni rivojlantirish ko'proq. Kelajakda 10 yillik rejalaringizda biznesingizni rivojlantirish. Biznes bo'yicha. Rahmat. Uzr yo'ldan qo'ydik. Sog' bo'linglar.